Assalomu alaykum, Chorvador YouTube kanalining hurmatli obunachilari, do'stlar, bugun sizlar bilan navbatdagi sotuvga semiz buqalarimizni ko'rib o'tamiz. Do'stlar, sizlardan bir iltimos, kanalimizga rivoj uchun bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xudo xohlasa sizlarga foydali bo'lgan video qilishga harakat qilamiz. Mana mollarimizni joni kichkina-yu, lekin yaxshi semirgan, yaxshi bo'zalar ekan mana. Ko'rishlar mumkin, xudo xohlasa shu qassob akalarimiz bemalol olib, mana 1 kunda xudo xohlasa tugataveradi inshaalloh mana. Bularimiz jaydarim qo'lar. Bunaqa chet parolda unaqa emas mana. Maylari ancha yog'ib qo'ygan yaxshi jonivorlar. Qovurg'alari ham yaxshi to'lgan ekan. Terilari ham yaxshi yuqori mana. Orqalari ham yaxshi holatlari mana. O'sha biroz yog'i bor lekin mana ko'rsatmadim. Dunqazlarda chotlari ham yog'ib qo'ygan. Iliklari ham kichkina, xudo xolasa. Oldilari ham ancha to'lib yaxshi to'lgan ekan jonivorlar. Bu vazni shu 350 kilo, 400 kilo atrofida unga borib bormaydi shunaqa bo'lsa. Mollari ham mana bu biroz baqadigan, lekin so'ysa ham bo'ladi. Unga ancha eti bor ekan, mana yelkalari ham yaxshi to'lgan. Bunisi ham ko'rishlar mumkin. Jonivorlar kichkina yaxshi to'lgan buqalar ekan mana. Bu mollarimiz Andijon viloyati Sharxon tumanida ekan. Nomerlarini ham qo'yib o'tamiz. Shu nomerlar aloqa chiqarasizlar. Bu mollar bemalol kelib ko'rib savdolashib olaverasizlar akamizdan. Nimalar chiqadi kana? Chorvador aka. Aka qancha aytyapsiz? 75 million. Uchoviga 75 million. Uchoviga 75 million narx aytilayotgan, bemalol savdo qilib ko'rib olaverasizlar mana. Mollar yaxshi, joni kichkina, iligi kichkina, joni kichkina, lekin yaxshi to'lgan buqalar mana. To'shlari ham keng, oldilari ham kuchli, yaxshi mollar ekan. Mollarning yog'lari ozroq ekan. Bunga nisbatan endi bog'lasa yaxshi mana. Aka dastlabki ham qilib beramizmi? Dastlabki qilib beramiz. O'zbekiston uchun vodiy bo'yicha. Ha, vodiy bo'yicha. Vodiy bo'yicha dastlabki qilib shol qilib yetkazib beradi. Shu narxga akalar bemalol savdolashib, kelishib olaverasizlar. Bunisi 23 million deyapti-kan, mana bu ham xudo xolasa yaxshi vaqtsa xudo xolasa ancha kuchli, yaxshi mollar, iliklari kichkina, sergo'sh buqalar xudo xolasa. Bular jaydar mollar akalar mana. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Bunisi ham bor ekan akalar mana. Jonivor bu ham kuchli buqa ekan jonivor ancha. 560 kilo kelibdi jonivor. Oldi orqa bir xilda turuvchi buqa ekan. Bu qancha ekan aka bu narxida? Qancha aytyapsiz? 35 millionga berilmayapti-kan akalar, mana jonivor 560 kilo kelibdi. Xudo xolasa yana baqilsa yana ham katta bo'lib ketaveradi. Xudo xolasa. Shularki, molimiz mana semental gibrid mol ekan. Jonivor yaxshi ancha, oyoq qo'llari uzun, iliklari qo'pol, old orqasi keng, yaxshi mol mana. Janob xudo xolasa o'simi bor, yaxshi buqa ekan. Inshaalloh yana baqilsa xudo xolasa qo'shaveradi o'ziga olib, katta bo'lib ketaverar ekan. Mollarimiz mana oldilari, bo'yinlari ham mana, orqalari ham, to'shlari hamma yo'g'i bir xilda, yaxshi mol, chiroyli buqa ekan mana. To'shlarni ham ko'rishlar mumkin. Mana molimizning kiri vazni shu 500 kilo atrofida, shunga borib bormayishlar ekan. Narxlarni 34 million biroz xayrni qilish berar ekan. Vodiy bo'yicha bepul shu yetkazish berar ekan, shu ichida. Bu dastlabkida muammo bo'lmaydi. Orqalarini ko'rishlar mumkin. Mana jonivor juda ham pokiza, chiroyli holatda baqilgan ekan. Bu molimizning yoshlari shu 1,5 yoshning atrofida. Kelajagi bor, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Piyollari ham tikka mana xudo xolasa o'simi bor, yaxshi buqa. Jonivor cho'choq qo'qqaroq ekan. To'shlarni ham ko'rishlar mumkin. Jonivor yaxshi, xudo xolasa yaxshi baqilsa, xudo xolasa bu yerga ancha katta bo'lib ketadi. Ot qorin juda chiroyli, yaxshi narsa ekan mana. Orqalari ham mana, yelkalari ham ancha yollib qolgan. Bu yoqqa yaxshi baqilsa bo'laveradi ekan jonivor. Yeb-ichishlarga javob berar ekan, lekin yashil kasalliklarga javob bera olmaydi ekan, chunki o'zi hozirgi kunda bilib bo'lmaydi, har qanday mol yashirib qolish mumkin. Akalar shuni to'g'ri tushunib o'zingizlar gaplashib olasizlar. Molda eng yaxshisi borib, joyiga borib ko'rib gaplashib olasizlar. Bu molimizni manzili Andijon viloyati Ayrilish tumanida ekan. Akamizning nomerlariga aloqa chiqsanglar, o'zi lokasiya tashab
tushuntirib beradi. Ilojisi akalar bemalol molni borib, joyda ko'rganinglar yaxshi, o'zi ko'rib bir qadar yaxshi olganinglarga yetmaydi baribir. Navbatda yubkalarimiz mana jonivorlar oyoq qo'li uzun ancha baland mollar ekan. Biz tepada ham turibdi, lekin o'zi ham katta mollar ekan. Mana bularga 35 milliondan narx aytishyapti, kam bor ekan. Rosa baqadigan, to'g'risi baqsa ancha katta bo'lib ketadi. Mana shivit ekan jonivor. Ililari ham juda qo'pol. O'zi ham rosa baqishga tayyor ekan jonivor. Bozor qancha qildi aka? Bozor qancha qildi? 28 ham narigich. 31 yarim. Bunga 31 yarim qilishibdi, narigiga 28 edi. Telefon nomeringizni aytib berasizmi? 93 lik ekan. 448 0033 0031